Agar ingliz tilini qiyin deyotgan bo'lsangiz, mana sizga birinchi dars. Ingliz tilidagi harflar. Harf o'zbek tiliga o'xshab ingliz tilida ham ikkiga bo'linadi. Undosh, unli. Hamma maktabda o'qigan menimcha, to'g'rimi? Esidan chiqib qolgan faqat. Shunaqa bo'lsa, kommentariyga ma'ni esimdan chiqdi deb yozib qo'ying. Qarang, unli a e i u o. Bo'ldi, tugadi. Nima ekan? A e i u o. Oni ular o deydi. Qolgan hamma harflar bo'lsa undosh. Bizga o'xshabdi. B p r s t k l m n x. Bir xil. B ni b deydi, p ni p deydi. Ani alifboni yodlash shart emas, uni qo'ying, kerak emas hozir. Keyingisi bir xil mustasnolar bor. Misol uchun o'zbek tilida ruscha s yo'q, ingliz tilida bor. U qanaqa o'qiladi? Ruscha s ikki xil o'qiladi. Bir xillarda s yoki k. S deb o'qilishiga misol o'qing. Sinema qaytaring yoki k deb o'qilishiga car. Keyingisi x ni ular ks deydi, x demaydi. X ni mana ham yumshoq xni ishlatadi ular. Box qaytaring. Q harfi ularda yo'q. Q ni ko'rsa ular k deb o'qiydi. Misol uchun quit emas, quit qaytaring. G ham ikki xil o'qiladi. Bizani o'zbekchaga o'xshab bitta g. Glass qaytaring yoki bir xillarda j deb o'qiladi. Jam. Endi ruscha s ni qachon s, qachon k deb o'qilishi yoki g ni qachon g, qachon j deb o'qilishini bilish uchun videoga like qo'yib, kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videoda tushuntiraman, xo'p? Oson ekanmi? Oson tushungan bo'lsangiz, onlayn kursimni oling. Istoriyamda yoki saytimga kiring. 0 dan gaplashishgacha o'rganasiz.